Yaxshi qavatda remontlari yaxshi holatda bo'lgan 3 xonali fayzli xonadon. Mo'ljalimiz esa Yunusobod tumani 19-mavzeda joylashgan bo'lib, 3 xona 3-qavat 5 qavatli dom. Umumiy maydonimiz esa 78 kvadrat metrni tashkil qiladi. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, video so'ngida aytib o'tamiz. Unda uyimizni obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ta'mirlari yaxshi holatda bo'lgan. Undan tashqari ipoteka xizmatiga mos keladigan fayzli xonadon xohlaganmidingiz? Bu videoni siz aniq ko'rishingiz shart. Mo'ljalimiz esa Happy Life klinikasi. Balkonimiz 2 ga 6 metrni tashkil qiladi. Ushbu xonadonimiz ayrim mebel va texnikalar bilan birgalikda sotilmoqda. Lokatsiyamiz juda qulay joyda joylashgan bo'lib, yo'nalishli avtobus, ko'ngilochar maskanlarga juda ham yaqin. Xonadonimiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta layqlaymasangiz, uyimizni bahosi bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu videoni uy sotib olmoqchi bo'lgan yaqin do'stingizga jo'natib qo'yishni unutmang. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 83 300 ni tashkil qiladi. Baraka uylar sizga eng yaxshisini ulashadi.